Şinjancha xiyolizm, Dilyar Musabay. Oldingi yozmalarimda kasbekli bo'lmagan kishilardan xalqaro munosabatlar ilmiga o'z nazariyasi bo'lgan Şinjancha xiyolizm eqimini yaratganlik to'g'risidagi fikrimni o'ttirib qo'ygan edim. Bu yozmamda Şinjancha xiyolizmni nima uchun o'ttirib qo'yganligim va bu uqum orqali qanday nuqtalarni nazarda tutganligimni qisqacha tushuntirib o'taman. Qisqacha qilib aytganda, Şinjancha xiyolizm mangsida vatandagi Xitoy ma'rif sistemasi tarafidan yaratilgan Xitoy markazli xato tushunchalarni asos qilgan holda kasbekli bo'lmagan temalarda izlanmay turib fikr yurgizishni, texmi to'g'risi jo'ylashni ko'rsatgan bo'lib, buning istiqillik sababi falsafadagi Xitoy muhabbatidir. Xitoycha va Uyg'urchadan boshqa tilda kasbiy materiallarni ko'rish va izlanish iqtidorining bo'lmasligimi subyektiv sabablarning muhim qismidir. Mazkur xiyolizmning ifodalari tuvandagidek nuqtalarda o'zini namoyon qiladi. Bizning tariximizni asldagi tarixiy realligi bo'yicha tadqiq qiladigan turklik bilimi rad qilgan 3 axlatning biri bo'lgan Xitoy dapshaqliq san'ati uslubi bilan burmilab yozilgan yolg'on manbalarni asos ilish va o'zimi burab yozish. Vatanda Xitoy Kommunist partiyasining so'zguchidan o'tgan ilmiy bo'lmagan safsata asarlarini manba ilish. Erkin dunyoning akademik sohalardagi aqalliy nazariya va metodlarni bilmaslik. Erkin dunyoning akademik organlari tarafidan e'lon qilingan rasmiy akademik asarlarni bilmaslik, o'qimaslik, o'qiy olmaslik yoki o'qisimi mingsidagi Xitoy yaratgan zihniyat sababli qasddan ko'rmaslik qilish, xubsizlik qilish. Erkin dunyoda uzun mezgil yashagan bo'lsa-mu, demokratiyaning eng asosiy prinsiplarini o'ziga o'zlashtira olmaslik va Uyg'urlar bek nodon, shunga demokratiya bizga mos kelmaydi degandek, Xitoy zihniyatining qarashlarini bilib yoki bilmagan asosda qabul qilish va ochiq-oshkora so'zlab yurish. Pan-Turkist bo'lguncha degandek Xitoy zuvoni bilan so'z qilish va bu huquqlarning Xitoy tarafidan ijod qilingan safsatlar ekanligini bilmaslik, o'rganmaslik, paketni ko'rib tursimi qabul qilmaslik. Xitoycha materialdan boshqani ko'ra olmaganligi va yoshurun yangadagi Xitoy muhabbati sababli erkin dunyoda yanada Xitoyning manbalarini asosiy dasmiy qilib, Xitoyning zuvoni bo'lish va akademik axloqqa xilof holda ilm deb bundaq safsatini yuzsizlik bilan setish. Sharq Turkistonliklarning Uyg'ur, musulmon va turk kimliklarining keyingi ikkisidan yirginish. G'arb organlarining bu kimliklarning amini tilga olgan materiallarini yana Xitoycha dapshaqliq orqali o'zgartib tilga elish. Masalan, Amerikada qonunlashish oldida turgan qonun loyihasining qisqa ismi bo'lgan Uyg'ur qonuni deb tilga elishi, ammo mazkur qonunning asli to'liq ismidagi etnik musulmon turklar qismini qasddan yoshirish, ko'rmasga silish. Xitoyning namertcha kuchlikdan qo'rqib, ojizga o'rpish psixikasi va ichiga uyib ketgan Şinjancha tafakkur bo'yicha Sharq Turkistonliklarning musulmon turk kimliklarini ta'kidlagan kishilarga bir tutash pan-turkist qalpiqini kiygizish. Ammo mazkur kimliklarni boshqa hukumat organlari yoki ommaviy organlar ishlatganda ularga qarshi unini chiqara olmaslik. O'zimi bilmagan holda Uyg'ur gazi bilan to'ldirilgan xiyolizm shiorida leylab yurish. Boshqalar o'tirib qo'yayotgan Xitoyizmni yadro qilgan Şinjancha tafakkurga aloqador hamma narsa rad qilgan ilmiy va amaliy paketlari tog'dek ko'z qarash nazariyalarini tushunmay, hatto bu ko'z qarashlar cho'ritgan Xitoyizmni qo'g'dash qo'yda yanada dapshaqlik bilan ular Uyg'urni rad qiladi degan ushuq safsatini bozorga selish orqali o'zini uyg'urg'izmchi qilishga urinish. Kishilarga O'rus va Xitoy yaratgan pan-turk qalbini kiygizib hujum qilish normal tuyulish, ammo o'ziga Şinjancha xiyolist deganda qalpoq kiygizilganini iddia etib ushuqlik qiladigan tungansima balangzilik. Xitoyning zuvonidagi huquqlarni ishiltish, masalan, Urumchak voqeasi degandek. Garchi Şinjancha xiyolizm zihniyatidagi kishilar o'zini nihoyatda millatparvar his qilsa-mu, ammo mingsidagi zihniyatning o'zining so'z harakatlariga qanchalik ta'sir ko'rsatib turayotganligini o'zlari bilmaydi. Masalalarga duch kelganda qarshi tarafning so'zini anglabmi boqmasdan, yozganini o'qibmi boqmasdan Xitoycha huquqlar bilan Xitoycha zihniyatdagi inkoslarni qaytardi. Yozganida misol ilib to'g'ri va xato yerini ko'rsatishning eng aqlli akademik metod ekanligidan bexabar. Qarshi tarafning yozganiga qarmaydi. Qarshi taraf o'zining yozmalarini yoki harakatlarini bu akademik metod bilan o'tirib qo'yganda qabul qila olmay sakrab ketishidi. Buning sababi akademik metodlardan xabarsizligidandir. Şinjancha xiyolizmning tashkilotlardagi ifodasimi belgilik darajada o'zini namoyon qiladigan bo'lib, tashkilotlarning sistemlashishiga va demokratik prinsiplarga to'sqinlik qilib turadi. Ommaviy so'rovlardagi munozaratlarning sog'lom, ochiq, demokratik maydonda erkin davom qilishiga to'sqinlik qiladi. Şinjancha xiyolistlar munozara tashkilganda qalayimqon so'z iboralar bilan sakrishi bo'lsa, o'zining asli ma'rif va madaniyat saviyasini namoyon qilishidir. Mana bular Şinjancha xiyolizmning ifodalaridir.
Mazkur zihniyatni tarixning axlatxonasiga ko'mish xalqimizning kollektiv vijdoniga tayindigan bo'lib, xalqimiz mazkur zihniyatning ifodalarini bayqagan amon adab qoida bilan savol so'rash shakli orqali Şinjancha xiyolizm zihniyatidagi kishilarni mat qilishi lozimdir. Navbatdagi uyg'unish davrining xalqimizda yaratayotgan sagaklik tafakkurning cho'nqurlashishi, Xitoy yo'qotmoqchi bo'lgan musulmon, Uyg'ur, Türk kimligiga qarta izlanishning kuchayishi va ishning haqiqiy soha aklarining qo'liga o'tishi bilan yillardan beri Sharq Turkiston mustaqillik kurashining putiga putlashib kelayotgan mazkur Xitoycha zihniyatning tarixning axlatxonasiga ko'mildiganligiga ishonaman. 2020 yili 29 may Melbourne.